Endilikte leksiyemiz muhakeme karakterlik vatandaş. Bugün çislak 2024 yılı 1. ayının 28. günü hepteki yekşembe vatandaş. Endeki mavzuğu mında karaylı. Bunu sizler görüp bulduğunda biz sizler bilen bugün bunu muhakeme kılımız vatandaşa. Muhakeme kılımız her kıtım. İşki devlet rehberleri nazuk, sezgür vakta tallap oturup, sürüşüp söhbet ötközgende bunun bir cümlesi, iki cümlesi aşkarı olup bizden aldığımız kelidi. Yani onun mehbi tarafları, hazır cemiyet çıkarkılıp olmaydığı mehbi tarafları, endi bu mümkün emas siz bizge. Yani ki onu tarih birine deyiş mümkün. Endi hazırlıkı mavzu size muhakeme kıldığınız nime deseniz bu katım. 20. günü mü, 20. günü etrafında mı? Amerika Koşmuş Ştatları 4 nefer senatör, mesela Devlet İştirakatı o Antony Blinken'e xat yazıp, bu katım Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitetinin 4 yılda bir katım eçelediğin jığınada Uygurlar meselesini ortaya koyuşunu talep kıldı. Şunun yarışa, mesela Uygur meselesi boyunca yukarıda söz yapıldık, bu orada umumi keyfiyatını, mesela Garip dünyası, Garip elleri, demokratik devletlerinin Uygurlar bu katım jığında kançılık köngül belgeldiğini, çünkü Kompartiyasının Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vekilleri, nahit zor vekiller ömürünün kandak pasısı, aletke düşüp kalğanlığını sizlerge təhlil kıldık, kısıkça yukarıda ötkende. Endi bugün çudisiniz Amerika Koşmuş Ştatlarının Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluk elçisi Michelle Taylor. Bu hanım şu yığında şu fürsette ilan kılgan 8 maddelik siyaset. Yani Cungu'da kişilik hukuk, Tibet'le Hong Kong ve Uygurlarla münasebetlik kişilik hukuk doğrusunda oturup koygan 8 noktalık. 8 maddelik siyaseti. Yani fikir teklif edesiniz buldu siyaseti. Birinci, Şinjan, Tibet ve Hong Kong'u öz işçiğe algan ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın hizmet grupları tilga algan, xalagancha kol kılıngan barlık tutkullarını koyup birek. İkinci, Şinjan, Tibet yani müstemlik Uyguristan, Tibet ve Hong Kong'u öz içine algan, Xitay'daki ve chet ellerdeki şahsilerge qarıtılgan parakendichilik selish, nazorat qilish ve tehdit selishini to'xtatish. Üçüncü, insanların medeniyeti, tili, dini itikadi yoki itikadga bo'lgan kamsitishni to'xtatish. Tibet ve Şinjan'daki yataklık mekteplerini öz içine algan mecburi asimilasya kılış siyasetlerini ahırlaştırış. Dördüncü, bütün Xitay miqyasıdaki kıynaş, turalgı öyleriga joyiga nahaq nazarband qilish ve ziyankeşlik qilishni to'xtatish. Beshinchi, Şinjan'daki mecburi emgak mecburi to'y qildirish, tug'ut cheklash, tug'mas qilib etish, bola tushirish ve oilani mecburi ayirib etishni to'xtatish. Altıncı, Hong Kong'da ilan kılınan devlet xavfsizligi, kanununu öz içine algan devlet xavfsizligi, casusluğa karşı duruş, terörlükka karşı duruş, yoki topalan çıkırışka, kudratlı kılış doğrusudaki kanunlara okşaş, mücmel devlet kanunlarını bekar kılış. Yedinci, Hong Kong ve Macau'nu öz içine algan ayallah, insanlar, emgekçiler, şundaqla dehqon işlemçilerge qarıtılgan bastırış tedbirlerini ahırlaştırış. 8. bolup mu Şinjan ve Tibet gibi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tosalgısız ve ehmiyetlik ziyaret kılışıga yol koyuş. Amerika Koşmuş Ştatlarının Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluk elçisi Michelle Taylor'ın bayanatı da yanımında görüştüldü.
Biz Şinjan'da yana müstemlik Uyguristan'da davamlaşıvatkan erki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetlerini bütün Xitay miqyasıda cümleden işki Mongol, Tibet'de yüz birivatkan kişilik hukuk depsendiçiliklerini Hong Kong'daki kişilik hukuk ve asası erkillikten yo'qotilishini ve chet ellardagi shaxslarni jimiqtirish uchun yurgizilgan chegara olqigan bostirishlarni ayblaymiz. Bu xabar Erken Asya Uyg'ur til programmasida e'lon qilindi. Xabar qilguvchi yoki xabarni tayyorlovchi Berni Şveysariya Berni'den ixtiyari muhbir Hebibullah İzci. Yukarıda körüp ettik, vatandaşım siz rahmet, men deymen rahmet Amerika Qo'shma Shtatlarining Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq elçisi Michelle Taylor xonimga. Endi bu muşu mesele, muşu 8 mesele ameliyat Amerika Cumhuriyeti o'tirisidagi kişilik hukuk söhbeti jarayonida baştan ahiri qo'yib kelayotgan, o'tirib qo'yilayotgan mesele. Agar bu mesele biz bugün şunu aytamizki, Cumhuriyetning davlat siyosati bir milletni yo'qotish, bir milletni assimilatsiya qilish, bir milletni yer yuzidan pokiz yo'qotishga o'ylayotgan, u yashayotgan zaminni, territoriyani, vatanni, tuproqni Xitoyning ilkiga qo'shib olish, elib olish. Bu davlat siyosati bo'lganda maqsad mana shu odamlarni yo'qotish. Bu tuproqdagi yer ve zaminni Xitoyning davlat ilkiga elib olish. Buna aytganda bu Cumhuriyetning davlat siyosati bo'lib hisoblanadi vatanda. Hozir buni bekor qilish va ayblash sharti bilan hozir qonun hatta Hong Kongda tuzilgan, yo'lga qo'yilgan davlat bexatarligi qonuni bu qatim Birleşken Devletler Teşkilatı birinchi bo'lib Kanada o'tirib chiqib bekor qilasan dedi u. Endi bu yerda Michelle Taylor xonim buningga munosabatda xilma-xil qonunlar, o'zing o'tirib qo'ygan josuslik, belallik tug'ut, mushuning o'xshash qonunlarning hammasini bekor qilasan. Xo'sh, kim bekor qiladi? Bu siyosatni davlat siyosiy sifatida bir millatga yaşayotgan yaşam huquqi va bir Uyg'urdak millatga, Hong Kongdak bir millatga, Tibetdak bir millatga tatbiq qilib, yo'lga qo'yib, majburiy assimilatsiyan yo'lga qo'yayotgan Xitoyning davlat siyosatini belgilagan Jonanxay bugungi rais Xi Jinping rahbarligidagi rahbarlik guruhi yoki huquqdorlar guruhi qilamda. Siyaset shularning tuzgan siyaset shularning. Agar bu kishilar hal qilsa, o'zi yo'lga qo'ygan siyosatni o'zi inkor qilish kerak. Bu to'g'ri bo'lmabdi deb e'tirof qilish kerak. Bu Kompartiyaning tarixida shunday ish bo'lganmi vatandosh? Undaqda buni hal qilishning chorasi nima? Ehtimol bu chora yaqinda o'tirg'i chiqdi. Qanday o'tirg'i chiqdi? Ehtimol dedim, juma bilguchi Allah. Tibetlarning Tibetcha huquqi nima? Uyg'urlarning Uyg'urcha huquqi nima? Gapning o'zini boshqarish huquqi nima? Bu yerdagi huquq ingliz tilida masalan kishilik huquqqa qaratilsa vatandosh u right deyiladi ekan huquq. Tushundingizmi? Uning ustiga anda asli huquq, ya'ni birisi power deyiladi ekan inglizcha. Bu huquq bilan ikkisi bir-biriga o'xshamaydigan huquq vatandosh. Bu power degani boshqarish huquqi, tizginlash huquqi, kontrol qilish huquqi yoki hukmronlik qilish huquqi degan gap. Bu siyosat xarakterli huquq degan gap. Ikkinchisi bu huquqning human rights, kishilik huquq degan yoki right degan, right degani u shaxs har bir greydan o'zining huquq manfaatini qo'g'dash huquqiga ega. Bu ma'noda avval huquq bilan keyin huquq, ishki huquq. Masalan, inglizchadagi right deganing kishilik huquq keladi ekan, inglizchadagi power deganing kuch bilan aytiladigan huquq ekan. Bu Xitoy tilidami shundoq? Chuvalli.
İki xil çüvelliği var bu yerda Xitayda. Biri li, menfaatli. Bunu hukuk, menfaat deb tercüme qilsangiz bo'ladi. Yana biri çüvelli, hukuk bu kuch qartilgan hukuk. Şuna iki hukukning ma'nosi bir-biriga o'xshamaydi. Birini siz right deganni yoki çüvelli deganni hukuk, menfaat hukukdash. Yani birisi başqurish huquqi men dedim-ku. Xitoy boshquramdi Tibetlarni, Xitoy kontrol qilamdi boshquramdi Uyg'urlarni. Zali Uyg'urlar o'zining mushu jihatdagi siyosat huquqiga ega bo'lamdi yo'q. Mushu masala oldimizda mushundaq masala bo'lib o'tirg'i chiqish ehtimolligini men dedimki boshda Xudo bilishi kerak. Xudo qalam, ana mushu yil ichida prezident Joe Biden hukumati Xitoy bilan mushu darajada so'zlashamda qandaq? Men dedim-ku, hozir Jack Sullivan Oqsaroy bexatarlik maslahatchisi ananiki Wang Yi o'tgan yili 5-oydan boshlab bu yil 1-oyning 26-yili Bangkokdagi suhbatgacha 4-5 qatim ko'rishib suhbatlashdi degan gap ishni mushu darajada jiddiylashtirdi. Hal qiladigan ishni kun tartibga mushu darajada jiddiy elib keldi deganlik bor. Hozir Michel Taylor xonim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turish Amerikaning bosh elchisi yuqorqi 8 nuqta bu intayin halqiliq nuqta. Hozir bu yerda endi ansirash savol qo'ying, Tibet masalasi qanday shaklda hal bo'lishi kerak? Bugun müşahada qo'yamiz bu savolni. Uyg'ur masalasi zada qanday shaklda hal bo'lishi kerak? O'tgan yil 2-oyning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avom palatasi Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi. Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Xitoy Kompartiyasi tartib oldi. Uyg'urni ham mushu ramka, mushu qalib ishiga elib kelgan. Uyg'urning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi. Yalta konferensi, Moskva konferensi yoki Rossiya bilan Xitoy birlashib tartib oldi. Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Rossiya bilan Xitoy birlashib tartib oldi. Shundaq desak, biz o vaqtida shuni konkret alda tatbiqlash shaklida o'tgan yil 2-oyning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palatasi ma'qullagan Tibet to'g'risida ma'qullagan qonun loyihaga toza tushdi. Oldimizdagi masalada hozir men ikki masalani qo'ydim, o'tirib vatandoshim hal qilish, ma'qul Tibet masalasini hal qilish, ma'qul Uyg'uriston masalasini hal qilish, ma'qul zada qaysi shaklda hal Mesela tektemani müşahede şuna qaysi shaklda hal bo'ladi deb shu savolni qo'ygan vaqtida siz mi gumon qilib tursiz, biz mi gumon qilib turmiz, belgilanmagan dunyo. Belgilagandan keyin anda siz bu ha mundaq gap ekan deymiz buni vatandoshim. Men yerda nima deb qarab turang hozir. Lekin ikki tarafdan Amerika jungo, ikki tarafdan Tayvan masalasi sodilish mumkin emas. Bunu biz evvel mavzunu qo'yli Jack Sullivan Wang Yi bilan Bangkokda suhbatlashdi. Her iki tarafning o'z ehtiyoji bor edi. Tayvan siyosiy destek bo'lib qolamdi qandaq. Mavzuli xabar 1-oyning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasida e'lon qilindi. Bu mavzuda tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Men mavzuni qisqartib oldim vatandosh kechirim. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Bu suhbatni jungo cho'qim Tayvan masalasida Amerikaning yo'l qo'yishini talab qiladi. Başladikmi? Qizil dengiz, Tayvan, başına dedik. Cho'qim Amerikaning yo'l qo'yishini talab qildi. Lekin ikki tarafning Tayvan masalasida so'dalashishi mutlaq mumkin emas. O'sha xabarni shunday deylik. Nima? Tadqiqotchi Glaser xonim mundaq dedi. Beijing Washington bilan Tayvan masalasida kelishim hosil qilishni talab qilsimi? Beijing shuni talab qilsimi? Prezident Joe Biden hukumati buni ma'qul demaydi. Yuqori darajali tadqiqotchi
Germaniya bilimi Marshall tadqiqot gruppasi, bilim xazinasining xizmatchisi yoki tadqiqotchisi Glayser xonim shunday deydi. Buningga prezident Joe Biden hukumati Xitoyning bu talpiga ma'qul demaydi dedi. Ondan tadqiqotchi Sun Yun mundaq dedi. Amerika Tayvan meselesi ve rayon karakterlik qiziq noktalar, mavzular bo'yicha jungo bilan savdolaşmaydi. Endi biz bu yerda endi sizmi men ko'proq gumon qilib turman-ku, nurg'un narsani tahlil qilish shunday bo'ladi-ku, paket bo'lmagandan keyin biroz qiyosga asoslanamiz. Bu yerda hozir bu ishga tadqiqotchi biri Glayser xonim debdi, prezident Joe Biden hukumati jungoning talablariga Tayvan meselesida ma'qul demaydi. İkincisi tadqiqotchi Sun Yun debdiki, mayli jungo munosabatlik masala, rayoni xarakterlik masala, qiziq masala, qiziq nuqtalar, mavzular masalasi. Balki bunun içinde Hong Kong, Tibet, Uyg'uriston qiziq nuqtalar, rayon xarakterlik masala. Ama üzüp aytmasammi shunday aytay paraz qiyos bilan. Bu masalada Amerika bu qatam jungo bilan savdolaşmaydi. Kuch ata qilsin prezident Joe Biden sizga Allah. Ish jiddiyleşib kelyotdi mushu paytda Tibetlarning zori ümit muddaolardan xabaringiz bor, to'liq xabaringiz bor prezident Joe Biden. Uyg'urlarning dardi holidan ham to'liq xabaringiz bor prezident Joe Biden. Xitoyning talablariga ma'qul demaydiganligingizga mutlaq ishonamiz, hurmatli prezident Joe Biden.